Bunaqa prostoy ishlar Doroz dunyosida bo'lmaydi. Assalomu alaykum. YouTube ijtimoiy tarmog'ida bizni kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, mana navbatdagi bir xil fasondagi darvozamiz aka-ukalarga yasab berdik. Xo'p, bu darvozamizni hozir kechqurun uxlaymiz, ertaga Marhamat Andijonga borib o'rnaydi. Darvozamiz haqida qisqacha materiallarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, materiallarimiz shtampovkan eng qalin biruch bo'ladi xolos akalar. Eng biruchidan foydalanganmiz. Profillar Rossiyaning Garyachi kuydirilgan 1.5 profillardan foydalanilgan. Profillarga keladigan bo'lsak, 8 ga 6 qora Garyachi profil bu ham 8 ga 6 brusdan foydalanganmiz. Tagiga kimdirlar katta mashina olib kiraman deydi, kichkina mashina olib kiraman deydi. Shuni hisobiga umuman deformatsiya ushlamasligi uchun, pachoq bo'lmasligi uchun tagiga shivillar qo'yib berganmiz. Yoniga nimaga profil qo'yamiz degan savolga javob beradigan bo'lsak, profil shivillar qo'yadigan bo'lsak, bir tomonida ochiq bo'lgani uchun uzun bo'yda deformatsiyaga qorish ko'p bo'ladi. Shuning uchun har tomoni bo'lgan 8 ga 6 brus yo 8 yo 10 bruslardan foydalanamiz. Xo'p, darvozamizga kraskasiga keladigan bo'lsak, tagiga обязательно gruntovkalarni sachganmiz. Shu holatda kraskalar avtomobilni Devo kraskalaridan foydalanganmiz. Xo'p, yana ham sifat yuqori xohlovchilar uchun shu darvozani 2 qavat holatda ham qilsa bo'ladi, old-orqa bir xil ko'rinishda qilib beramiz. Agar zakasi kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu darvozamiz bir qavat holatda bo'lgan. Xo'p, kirish eshigimiz o'ngda, chekkada, chapda xohladilar klientimiz. Zamoga ham ahamiyat berasizlar. 6lik zubir emas, 8lik stimul zamok qo'yib beriladi. Bunaqa prostoy ishlar Doroz dunyosida bo'lmaydi. Kimga sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqasizlar. Doroz dunyosi doim sizlarga sifatlisini ulashadi. Sog' bo'linglar.